Assalomu alaykum, qadrli YouTube qasmanlari. Yegumiz ilashni boshladik. Bugun 18-19-iyun 25-yil. Ben har 2 oyda yegumiz eliyman. Buni ikkita joyimiz bor, ikkita eliydigan joy. Bu yerda go'ngi bor. Mana shunaqa og'darib olib, urib elakka tashlaymiz. Elagimiz 5lik setkada. Mana shunaqa aylantirib o'taveradi. Beringchi menga. Ko'payib ketsa to'xtab ham qoladi. Mana elagimiz ichida yerigu tomonga chuvalchanglar bilan o'tib ketadi. Mana bu tomondan tushyapti. Mana bu yerda yegimiz. Kecha chiqarganimizni mana qoplab qo'ydik. Endi mana do'konlarga 2 kilodan qilib qilinyapti. Kimga zarur bo'lsa, hozir chiqarib qo'ydik. Ana yerda yana 1 oy oldin chiqarganmiz 3 tonna bor. Tashqarida 5 tonna bor edi, yerda ham 2 tonna qoldi. Olib ketishyapti. Hozircha buni elab olsak, ana bu joyda elasam, keyin mana bu joy bor. Keyin mana bu joy bor. Bundan keyin shu o'rtasi bor. Ikki tomonda go'ngi bor, o'rtasi bor. Keyin voltaydan ortay bor. Manzilimiz Rishton shahrida, Amir Temur ko'chasi, 2-ko'cha. Otim Baxtiyorjon. Telefon raqamim 277 46 64 90lik bilan. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Narxini kelishamiz. Avgust oyiga zagotovka bo'lyapti endi. Sog' bo'linglar, hammaga omad. Like bosib turinglar.